3 million dollardan oshib ketgan mana shu zavodga aka. 3 milliondan oshib ketgan. Zavodlarni rosa sotdik, deyarli hammasi sotildi. Temir zavod, armatura zavodlarini ham qo'ydi. Bu ham sotiladi. Qop ishlab chiqaradigan zavod ekan. Shunchaki seriyani olib borib quysangiz, to uni ip qilib, to'qib, rulon qilib tayyor qop qilib berar ekanda. O'rtacha bu yerdan necha pul dohod qilsa bo'ladi aka ishlab chiqarib? 70 mingdan 90 minggacha foyda qilsa bo'ladi. 70 mingdan 90 minggacha. O'zingizlar realni shunaqa dohod qildinglar? Dohod qildik. 1 yil ishlatdik zavodda. Nimaga hozir ishlatmayapsizlar? Endi boshqa yo'nalishlarimiz bor edi. Bunga vaqt bo'lmayapti. Qo'qonga kelganmiz-da, nima degan joyda bu? Sho'rsuv tarafi, bog' shamol yo'nalishi. Umumiy yer piri bilan, mana shu angar bilan. Yer 2 gektar ekan va angar o'zi 4,5 ming kvadrat. Shunaqa. Mana shu stanoklarni o'zi 2 millionga tushgan. 2 millionga tushgan. Xo'p, shu yer angarlar bilan 3 milliondan oshiqga tushgan ekan. Tayyor, shunchaki seriyani olib kelib qo'yasiz, bo'ldi, qop ishlab chiqarasiz. Aka ishlab chiqarish oson, lekin sotish qiyin-ku. Qanaqa qilib sotsa bo'ladi buni? Endi sotuvi bizda umuman muammo yo'q. Sotuvida ikkita sement zavod yonimizda, yarim ob'yomimizda oladi bular. Deyarli ishlab chiqarilgan mahsulotda yarim shu yerda o'zida qo'ni qo'shnilar ketib qoladi. Logistikasi shunday olib kirib ketilaveradi bular. Rostagasi ham biznes, o'g'lingizgami, jiyaningizgami, o'zingizga o'rtacha 70 ming, 90 ming dollar atrofida dohod qiziqtirsa, tayyor shuncha yil mehnat qilib stanoklar olib kelib o'rnatib yo'lga qo'yilgan biznes srochniga sotilyapti. Shunchaki seriyani qo'yasiz tayyor klient bazalari bilan. Yarim ob'yomni sotdim deb hisoblab kelaveradi. O'zimizning sement zavodlar. Yarim ob'yom shundayza tayyor klient bilan. Sement zavodligi ham bor, o'zligini qanaqa bir ko'mir zavodligi ham bor, o'zligini. Xullas zavodligi ko'p, yarmingizni o'zligi olishadi. Qolganini bozorga sotasizmi, bir narsalar qilasiz. Nech pulga berib yuboriladi? Endi 2 million 600 ga berib yuboramiz. 2 million 600 yana kelsa ishlatganimizni hisob yana kelsa qalbingizga qo'l solib kelishtirib beramiz. Stanoklarda hech qanaqa muammo yo'q. Keladi, startda bosadi, ishlaydi. Voy, moshina qoplar chiqargan-ku, kimlar sotib oladi bu sizlardan mahsulot? metrdan tashlab ham yorilmaydigan qoplar, testlari bor. Sement zavod, un zavod, o'g'it zavod. Hamma sizlardan olardi. Rodba hammasiga o'zimiz yetkazib berganmiz. Qoplarni va har xil pechatlarni qilib, mana shunaqa qoplarni shaqillatib sotsangiz bo'ladi. 70 ming, 90 ming dollar oyiga daromad qilsa, mana shu biznesda, demak, aytaylik bir 2 yilda bu joy tekinga qolib, normal dohodga kirsa bo'lar ekanda. Hojaga o'zingiz bosib yuborasizmi deyman. Tegida ko'rib turgan videoingiz aynan shu zavodda ishlab turgan videosi edi. Yana aloqaga chiqingda kelib ko'rib tepasida gaplashsangiz bo'ladi. Pulli betiga qarab odamlar berib yuborishadi.